Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 10 ayning 16 kuni juma. Sizlarga nazaraq uchur yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu hafta bek aldirash bo'lib ketdim. Hozir xil charchoqliq. Ashta bo'lsinmi imkon qadar yaxshi qilishga tirishaman. Bu hafta xalqaro xabarlarning ichida eng chong xabar 14-sila, ya'ni bir kun chorshanba kuni Amerika New York Pochta gazeti degan bir gazetga hozir Amerikaniki prezidentligini tilashayotgan Joe Biden'niki o'g'lidan to'g'riliq bir cho'ng xabar chiqdi. Bu xabar hozir ko'p yerlarda tarqalyapti. Bu nima xabar ekan desanglar, o'tgan yil 2019-yili shu Biden turayotgan Delaware degan shtatniki bir kompyuter imtihonisiga bir kompyuterni remote qilish akirib ekan. Bu Mac Pro deb mashina o'xshaydigan bir kompyuter. Mashina akirib ekan, keyin uni remote qilib bo'lgandan keyin uni akatmabdi. Bu imtihonniki egasi u kompyuterning egasini topmayman deb xili aloqa qilishib, yo'q qilib topolmay Amerikaniki qonun bo'yicha 3 oygacha kep akatmasa kompyuterini shu do'konning egasi o'zi bitirib qilsa bo'ladi ekan buni. Shundan bu kompyuter qarsa bu bir fond jamiyatiniki, shu Joe Biden'ning oilasining bir fond jamiyatiniki markasi bor ekan kompyuterda. Başta bu başqa bu do'konning egasi sal şey qarab boqay, bu cho'ngyanning kompyuter ekan deb tekshirsa, bunun içinden ko'p muhim narsalar chiqibdi. Bu muhim narsalar ichida eng muhimi email. Shu Rossiyadagi bir tabiiy gaz shirkatiniki boshlig'ining Joe Biden'ning o'g'li Hunter yozgan xat ekan. U xatda o'zini shu Joe Biden bilan kurashtirib qo'yish haqidagi xat ekan bu. Bu Joe Biden Obamaga muavin prezident bo'layotgan vaqtdagi gap endi. Açtaq email bakan, ondan başqa yana 15 minutlik videolar bakan, resimlar bakan, u videoda Hunter Biden'niki o'g'li qizlar bilan oqchikimi chekib, qizlar bilan bir ishlar qilayotgan videolar bakan, resimlar bakan. Açtaq bu başqa bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Bu xabar bo'lib ketish bilan birlikda yana bir qism ishlar yuz berdi. U nima desa, Facebook, Twitter'la bu gez chiqqan bu xabarni butunlay cheklabdi bular. Chiqarg'izmadi buni. Chiqarg'izmagandan keyin hozir endi Amerikadagi Republik Cumhuriyetçi Partiyaniki kishilari qattiq norozi bo'lib, shu Twitter bilan Facebookniki boshliqlarini kelar hafta Amerikaniki kongressida isbot berishga chaqirishga tayyorlanib bular. Nimishqa degan joyda bu Amerikaniki tarixida ko'rib boqmagan bir ish ekan. Hozir Donald Trump haqida har qanday xabar bo'lsa, mayli rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, uni cheklamaydi, qat'iy cheklab boqmaydi hozirga qadar. Burun nurg'un tuhmatlar chaplanib Donald Trumpga. Keyin hatto Donald Trumpni prezidentlikni evetimiz deb nurg'un ishlar bo'lib ketdi Amerikada. U chog'dami bu Facebook, Twitterlar undaq uchurlarni qat'iy cheklamagan. Bu qatam bo'lsa bu gez chiqqan uchurlarniki Rossiya alğanlığını 3-cü bir taraf cazimlashtirgandan keyin dalillagandan keyin undan keyin chiqarishga yo'l qo'ymaymiz deb ashta bir qoida chiqarib olibdi. Bu qoida Amerikada bu baxmagan bir qoida ekan. Ashtan bilan hozir bu har kunsi Amerikadagi xabarlarning ichidan cho'ng g'ulg'ula bo'lyotdi. Yana bir ajoyib bir ahvol mushu xabarlarni Amerikadagi Fox News degan bir kanal bor, bu yahudilarning kanali. Donald Trump'ni qo'llaydi. Qolgan cho'ng media shirkatlarining hech qaysi Donald Trump'ni qo'llamaydi. Qolgan medialarning hech qaysi buni qat'iy bu xabarni bermadi. Qat'iy bermadi. Tunugun Donald Trump bilan Biden o'tirisida yana ikkinchi qatimliq munozara, bu munozara bir-birlaridan emas, ikki yerda turib yapgan munozara ekan. O'sha yerda savol so'rg'uchilar bu Biden'dan bu vaqtda hech qanday savol so'ramabdi. Ishqilib hozirgi Amerika, mana shaxsan men Amerikada yashab turgan hozir
88 yıl olsa, 88 yıl kelgan Amerikaga. Başlaqda hazır 32 yıl oldu. Hazırki Amerika'nı sal tunmay qıvatdım hemen. Ben burun bildiğim Amerika emasroq. Acayip işler bu vaxtda bu yerdə. Bunun aqibeti nəyə vardı, yine qanday işler buludu, oqulunmaydı. Her xil endişelerimi var. Müsəlamdan kin 101 ehtimallığı bağ olğan. Çıxılıb hazırki bu vəziyyət adam bununki hazırki biz yaşayotgan muddatdagi Amerika ekanligiga ishongil bo'lmaydigan bir darajada ajoyib ishlar bo'lib ketib bordi. Şuna bunun ahirini nəyə apırdı, oqulunmaydı. Şuna belki kompüterin gibi kelsə, kompüterin əkrib birib qoyub, şu adınki ammabdı, bu adam təşrifası mühim nəslər varkən, ötken yıl 12. ayda şuna olan bu dükkanın ilgisi kompüterdeki uçularının həmsini kopya qıvılıb, köpəydi 101 nüsqa qılıb, qağını FBI'yə birib tikən Amerikanın 12. ayda. Ki FBI mişxana iş görməyəndən kin, Donald Trump'nınki bir nimisi var, adikatı var. Giuliani deydiğen bu burun New York şəhərindəki şəhər başlığı olan adam kin aşınınki adikatıga bir nüsxasını biribdi bula. Bəgəndikin bunu şu yakında New York poçta gezdiği bir iş arqılıq bunu aşkarlab çıxıb mesela bir vəqa oldu. Hazırında şu vəqa mesela çoğun gəplər bu atıdı. Ehtimal şu çoğun media şirketlərinin həmmisi tartılıb qılış ehtimallığıma bakı. Hazır aştaq gəplərim çıxıb atıdı. Nimiş qıdasa, bula Donald Trump haqqındaki iş qandaq xəbərini çəkilməy, Rasullah'ın yalğan bulamdı, həmmisini şuna küçə taqdib, bu qıtım Biden haqqında şunaq mühim, ondaki e-maillərdən dağıtıb çıxsa, bunu bütünlər bastırıb qoyğalı üçün, məştaq bir çoğun işlər bulundu, deyən pərəzlər bu atıdı. Bu nəyici apırdı, da qulunmaydı hazırca. Andi, İkinci çoğun xəbər, bugün de başlap çıxış başlatıdı. Muşqatımki Amerikadaki prezidentlik sayılmada Xitayla, Amerikanın sırtındaki Xitayla her xil yollar bilan Biden'a pul yağını qaldırıbdı. Bu xəbərlər çıxıbdı. Xitay Biden'daki sayılışını ümid qılıdı. Aş məqsədə yetiş üçün hazır Xitaylarını qozğablar. Biden'a pul veriş qozğa başlaşlarını qaldırıbdı. Doğruluq xəbərlər çıxışqa başladı bilən. Burma batı bilən biraz köprək gördüm mən bu xəbərlərini. Şuna bu haftadaki çət yanındaki ait çoğuna xəbərmiş şu anda. Biden'daki işinin aşkarlışı. Eğer bu işlerini resmi cezimləşdirib qısa, Biden'daki sayılışına ait çoğun təsir ediyordu. Hatta bəziləri deydi, Biden, Obama, Hillary Clinton, Amerika'nınki burunki bir kısım rəhbərlərimi sol qıtatılış ya da kisiliş mümkün deydi. Bunlarımız tıl biriktirib, Donald Trump'ın düşürüyütümüzdə aynı vaxt qağaşları varkən, maaşlarının xəbri bolsunmu bunu yuşurup, aqıvat qıған bir kısım işləri varkən, hazır bu doğruluq gəplər köp boğatıdı. Bu haftadaki çoğunraq xəbər şu cədəldəki. Bir gün ben Amerika'daki Massachusetts ştatındaki Boston'daki bir ali məktəb oxucuları bilan videoluk bir saat leksiya ötkəzdim. Anayət yaxşı oldu. Olar şu Uyğur məsələsini düşünüş haqqında bir sözləb bəsən degəndi. Bir saat nima üçün Xitay Uyğurlarni yo'qotmoqchi bo'ladi? Nimishqa hozir yo'qotmoqchi bo'ladi degan məsələdə bir saat sözləb berdim ularga. Savol javob bo'ldi araliqda. Ular pek razı oldu. Ben şu oldingi 2 yıl jarayonida u yerlarga berib leksiya so'zlab yurgan, o'zimniki tayyorlab qo'ygan materialim bor. Bu Xitoyniki Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'lishidagi 6 sabab. Uyg'urlarni nima uchun yo'qotdi, nima uchun hozir yo'qotmoqchi bo'ldi degan 6 turli sabab. Shularni men tafsilot tushuntirdim. Buni yaxshi bo'ldi. Ondan keyin bu hafta CNN'niki bir muxbir bilan paranlaşdım. U kishi asosan Uyg'urlar Amerika'daki Uyg'urlar kimni saylash mumkin, nima uchun degandek savollarni so'radi. Bu degan chog'da hamma odamlarni emas, hamma odamlarni men bilmayman. Anda ko'pincha odamlarniki qanday qilganligini bilgandan keyin bo'lib o'zimning qanday o'ylaydiganlarini so'zlab berdim. Yaxshi bo'ldi. Donald Trump'ni nima uchun saylaysizlar? O'tganda saylaganmi? Bu qatim nima uchun saylaysizlar degan savollarni. Bo'libmi Xitoyda
Xitoydagi bunday bir davlatga taqobil turishda Donald Trumpdek odam bo'lmasa bo'lmaydi degan nuqtalarni tushuntirib qo'ydim. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli xalqaro bo'lsin, Donald Trumpniki xarakterini, mijozini yaxshi ko'rmaydigan ahvol biroz og'ir. Bu mening farzimcha bu asosligi masalan Donald Trump shu saylam haqida nurg'un odamlarni to'plab so'ziga vaqtlardimi boshqalarni ko'proq tushirgandimi do'rab, chevin do'rab, qiliqini do'rab degandek. Endi Amerikaning bir prezidentiga nisbatan bunda ishlarni rashmaydi, ammo mijoz ashundoq ekan. Shu tufayldimikin nimishkin nurg'un odamlar pek o'shgan Donald Trumpga. O'shgan shunga hozir uni qiyishayotgan odamlar pek ko'p. Xalqarodami bor, Amerikadami bor, mesela bir ahvol bor. Yaqinda yana bir qancha shu muzokaralar bo'ldi Donald Trump haqida, Biden haqida. Andan keyin u Amerikaniki eng oliy darajali sotqa 9 sotchisi bo'ldi. Yaqinda birisi o'lib ketib, Donald Trump uning o'rniga yana bir ayolni ko'rsatgan. Müşabni ichida shu ayolni isbot belgisi bağlash degandek ishlar bo'ldi. 3-4 kun davomlashdi bu ish. Shu jarayonda jiq muzokaralar bo'ldi. Bu muzokaralarga qarasanglar, shu Amerikamada deb ko'zinglarga ishonganlar kelmaydi. Ikki partiyaga tava odamlarning qilgan gapi butunlay qarshi bir-birisiga. Andan beshamlik qilayotgan, to'qpoqlik qilayotgan ajoyib odamning quliqiga, ko'ziga ishongisi kelmaydigan darajada ishlar yuz berdi. Men ishlagan ko'rib o'tirdim, hozir o'zi ishlagan bo'lganim uchun televizionni qo'yib qo'yib bir tarafdan ishlab, bir tarafdan nima ishlar bo'layotganligiga diqqat qilib degandek. Shunga ba'zida o'ylab qoldim, bularni seçtiğin çağda Uygurlarning ichidagi samimiy odamlar ko'proq ekan degan tuyg'um kelib qoldim men. Ajoyib ishlar bor ekan. Amerikada yashash shuncha uzoq bo'lgan, lekin bu darajada deb o'ylamabdi ekanman. Ya biroqlarni unutib qoldimmi bilmayman. Bu qatim pek hayron qoldim bu ishlarga. Chet eldagi yana bir xush xabar, Kanadadagi do'stimiz Mehmet To'xti Uyg'ur panohlanuvchilar qo'llanmasi degan bir materialni tayyorlab chiqib tunugun tarqatdi. Bu material yolg'iz Kanadadagi Uyg'urlar uchun emas, dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlar uchun chiqarilgan ekan, tayyorlangan ekan. Men o'zim so'rab bildim bu ishni. Shunga qiziqadigan qarindoshlar ko'rib qo'ysanglar bo'ladi bir qatim. Ondan keyin yana bir xabar, yaqinda Yaponiyada uchar taksi bayqalgan haqidagi gaplar biroz bo'linib, u gap mening quloqimga kirdi. Shuni ma'zurat tekshirib baktım bu gapni. NASA'da undaq gap yo'q. Agar unda xabarlar rost bo'lsa, biz NASAga ishki jihatdan uqtirish qildik bu vaqtda. Uqtirish qilmaydi, shunga men nima ishdi deb biroz tekshirib baktım. Yaqinda nimaniki Yaponiyaniki shu davlat mudofaasiga mas'ul bo'lgan ministri o'zini qo'g'duvchi armiyada deydi, ziviydi deb. Shularga bir tuzum chiqarib turibdi. Bundan keyin uchar taksida bir narsani ko'rib qolsanglar, birisi uni bitlay video evilinglar, ikkinchisi chuqur uni tekshirib jazmlashtiringlar deb. Shuni qaragan chog'da yaqinda Yaponiyaniki askarlari bir uchar taksini bayqidi degan gaplar taqalgan o'xshaydi. Men u gapni o'zim topolmadim. Lekin davlat mudofaa ministridan chiqqan tuzumni ko'rdim endi. Shunga bu ishlarga ishonmanglar. Hozirga qadar uchar taksini rasmiy bor ekanligini jazmlashtirgan hech qanday amaliy ahvol yo'q. Shunga bu vaqtda men buruncha so'zlab bergan sizlarga bu qatimki Yaponiyada bo'lgan ishdimi, qandaqdir bir uchar taksini bayqab jazmlashtirgandek ishlar yo'q-ki. Shu davlat mudofaa ministri bir tuzum chiqaribdi. Birisi videoga e'lonlar, ikkinchisi jazmlashtiringlar, uni e'lon qilishdan burun degandek tuzum chiqaribdi. Shunga buni bir deb qo'ydim. Endi vatanning ahvoliga kelsak, vatan haqida bir qism uchurlar keldi. Uni shu vatandagilar yoki Xitoyda ishlaydiganlardan kelgan uchurlar. Shu oldin qatl bo'lgan bir cho'ng ish Janubda yana ko'p Uyg'urlarni tutib ketibdi. Tutib sulabdi. Bu Uyg'urlarni asosan shu WeChat, Undidar narsani ishlatgan Uyg'urlar
chet elga uchirmoqchi bo'lgan degandek sabablar bilan tutgan ahvol bor ekan. Ammo soni hali ko'p deydi. Hozir shu yine uchur kontrolligi haqida Xitoy hukumati bir qism tadbirlarni olib borib turibdi. Bu odam tutish shuniki bir qism ekan. Bu qatamqi tutishda zodi qancha odam tutildi uni bilamadim. Herhalde tutulğalı az emas ekan. Bu bir xabar keldi. Ondan keyin menga yana bir xabar video mi keldi. Hozir Xitoyda naytici Xitoylarga Uyg'urcha usul o'rgatib turibdi. Asosligi hozir Uyg'urlarniki soni bek azlab ketgan ekan. Jamiyatda erkin yashab yurgan Uyg'urlarning soni Xitoylarga Uyg'urcha usullarni o'rgatib, shu orqali Uyg'urlarniki o'rnini Xitoylarga qo'yib qo'yish mustaqbal plani bor degan xabar keldi menga. Men buni Twitterga chiqarib qo'ydim, video bilan qo'shib. Bugun qarasam 12 mingga qatamga yaqin ko'rilibdi video. Endi abaki degan xabarga oid yana bir qism xabarlar bor, uchurlar bor. U nima desanglar, 3-4 kunning oldida shu vatandagi Uyg'ur kadrlarga yig'in ochilibdi. Qashqar, Aqsu, Ko'rlar, Atushdagi kadrlar yig'ini ochib, bütün Uyg'ur jamoatiga uqtirishni, bundan Uyg'urlarniki bir yerdan bir yerga minishi qat'iy yo'l qo'yilmaydiganligini e'lon qildi bular. Bu cheklama Xitoylarga yo'q ekan, faqat Uyg'urlarga bor ekan. Uyg'urlarniki bundan bir yerdan bir yerga berishib butunlay cheklandi deydi. Burunmi bor ekanlik, lekin mandaq ig'ir emas ekandik. Burunmi agar yo'l xati bo'lmasa bir shahardan yana bir shaharga borolmaydi ekandik. Hozir buni mutlaq kuchli qilib etibdi. Nima uchun mutlaq qildi degan bu savol to'g'riliq bir qism farazlar bor ekan. Ba'zan faraz bir faraz bu shu yine vaksina siniq bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Uyg'urlarga yine vaksina siniq qilganda qiladi degan faraz bor ekan. Yana birisi hozir shu chet elga uchurlarni chiqib bo'lg'achqa ashuni tekshirib aniqlab zodi nereden chiqyotdi shuni bilmasda Uyg'urlarni işte qamal qilib o'ziniki shaharga, o'zining mahallasiga tashvish qilib berish mumkin. Ondan keyin butun yanfullarga yine maxsus mushtaq undidor da nemishlar bu alanni yuqori yo'llab turadigan ba'zi applarni qachilishi mumkin degan bunday farazlar bor ekan. Ondan keyin yana birisi ikkinchi qatimliq vaksina sinib uchun o'ldirgan nazarband qilish ish bo'lishi mumkin deydi. Hozir mush to'g'riliq gaplar biroz og'ir. Shu oyniki oxiri yoki kechqisimi yangi yildan burun Uyg'urlarni uyiga ikkinchi qatim qamaydi ekan degan gaplar hal tarqalibdi. Buni shu sayya yo hukumat ishlaydigan kadrlar o'zining yaqinlariga debdi. Ondan keyin shu qozoq qirg'izlardanmi ichidami bu gaplar hali og'ir bor ekan hozir. Ularni o'qibdi bu ishlarni buldiganligini. 11-oydan boshlanadigan ehtimolligim bor ekan. Ondan keyin yoki yangi yilning oldida boshlanadigan ehtimolligim bor ekan. Bu vaqtda men burunimizga ajrashdi degandim. Lekin hozir bu gaplar pek kuchayib turibdi. Ondan keyin hozir sayko'ktarlarni evlanglar deb boshla qilsa, bu sayko'ktarlarga cheklim qo'yilib turibdi. Masalan, bir qatimda 1 kilogramdan ortiq sayasi bo'lmaydi deydigan. Ondan keyin zukam darisi degandek dorilarni intayin qattiq kontrol qilib hozir. Uni har qatam olganchada 2 qatimliq dorilarni oldigan ashaq qo'yibdi. Ashaqda kishilar yeni qaytadan mushtaq karantin qildi ekan, sulaydi ekan deb shuni tayyor qilishga boshlabdi. Har qanday sayko'ktatlarni 1 kilodan ortiq olishga ruxsat yo'q ekan hozir. Ondan keyin yana bir gap yaqinda chiqqan, shu Qirg'iziston hukumatiga kommunistlarga 3 musulmon boshliq kelib qolsa, chegarada qalamqonchilik yuz berishi mumkin. Shunga bu qatimliq uyga qamash 6 oy davomlashishi mumkin degan gaplar tarqalibdi. 6 oy. Bu nima desa, agar Qirg'izistonda yoki chegarada qalamqonchilik chiqib qolsa, Uyg'urlardan qalamqonchilik chiqmasin, Sharq Turkistondagi Uyg'urlardan deb uyga 6 oy qamab o'tish ehtimolligi bor ekan. Mush gaplar tarqalibdi. Bu gaplarning tarqalishida albatta men degandek qozoq, qirg'iz
qarindoshlarniki roli bor ekan. Shular biroz bir qism ichki ishlarni bildi ekan. Qirg'iziston, Qozog'istondagi ishlardan tortib. Bu gaplar xatar qilibdi. Yana birisi shu vatandagi doktorxona boshliqlari, partiya, YAJK boshliqlari qatorliq nurg'un kadrlarga yaqinda sestralarga deydi. Necha kun siyosiy o'yinish yig'ini ichib ularni o'yinish qildiribdi. Bu yerda deyilgan gap shu vaksina siniqiga oid uchurlarni hech qanday sirq taqatmaslik, qattiq kontrol qilish, uni butunlay maxfiy saqlash, hargiz telefon yoki qog'oz yuziga yozmaslik bu to'g'ri uchurlarni. Ishqilib vaksina siniqi haqidagi uchurlarni qattiq kontrol qilish, taqatmaslik haqida boshliqlarga, sestralarga, doktorlarga yig'in ichib necha kun uqtirish qilibdi, o'rganish qilibdi, mushtaqa ishlar bo'libdi. Demak, bu ishlar nimani isbotlaydi desanglar, men aytib kuchab tashib qilib kelgan shu ikkinchi qatimliq sulash, karantin qilish bo'lgandan keyin Xitoylarni vaksinasini qilyotidi deb inglizcha tashviqotlarni xil qildim men. Suhbatlarga chiqdim bu haqda. Hozirgi ma'noslar, butun narsalar shuni isbotlayotidi. Men o'tgan hafta deganimdek Nansanda, Janubiy tog'da maxsus mustaq vaksina odamlar ustidan meditsina doktorlik sınaqlarını ep bardigan yerlarni qurib bo'la Uyg'urlarni sinab qilyotidi. Mush narsalarning hammasi bir butun cho'ng qurilishniki bir qismi endi. Hozir bo'lsa umumyuzlik uchurni kontrol qilishga o'tibdi bo'la. Mushlar bilan birga agar BDT'dan tashlash umid kelib qolsa, ularga nima deysizlar degan narsalarni mana qattiq tutib o'tkil turibdi hozir masalan. Turmushimiz yaxshilamı deysizlar, boshqa ish demaysizlar degandek narsalarni. Shu bu ishlar bir tutash bo'yotdi hozir. Şu bana yakındaki uçurlarmış şunlarak. Işqilib yaş xabarlançı yok. Bu hemimizge teskip atıdı bu haberler ama şu kivatqa uçurlarmış da boğal için sizlerge aynen yetkizip dedim. Andi Xitay hükümetinin içinde mesela 101 bu hakimiyetin ölüp gidiş ihtimalliği pek güçlük. Muhabbetle Xi Jinping Şinjan'a bağlı. Şinjan'daki kurulganlığını, 40 yılını hatırlaş bir münasebetlen şey bir yığında sözler başta kıldı. 50 minutlik söz ettikken 50 minutun içinde 4-5 katım katı yüzlük gidipti Xi Jinping. Onu deslepten Nehmedan'dan bir bittikken Nehmedan'da belki vaxtıda çetedekiler körüp, videolarımız körüp bezeler ev yaptıkken. Hazır izlesiniz ütelge yerleri yok. Xi Jinping'in ütelge avazı çıkıdikken lekin görünüşünü başka özgertip başta kalıp. Kişiler deydi o, bir vasıta Xi Jinping'in kesli xali eğir eken de pras qilishyotidu analizchilar. Agar Xi Jinping'in kesli eğir bulup ölse, Uyg'urlarga bir cho'ng fursat keladi. Bu hafdagi men bizga uchun biroz yaxshiroq xabar degan xabarga bir xabarni o'yladim endi. Boshqa narsalarni ko'p topolmadim. Maqolamsa bugun mushuk so'zlay kelar qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.